2000-yilgacha O'zbekistonda 6000 ta kutubxona bo'lgan. Hozir 250 ta saqlanib qoldi. Ya'ni eng yomon jaholati biz nima bilasizmi? Ota-onasi o'lgandan xursand bo'lyapti-da, kitoblarni qog'ozini tashlab yuradi. Ilmni xoqir. Ilmni xoqirib qanaqa qilib yuksalish mumkin? Bo'lmaydi. Kitobida yozib qo'ydi. Xafa bo'lmanglar, bular juda kuchli gaplar. Va bular osonlik bilan olmadi. Qog'ozning narxini oshganini tualet qog'ozidan bilgan insonlar o'ylayvering, ular qayeri bilan o'ylashim. Nima millat kerak? Kitob sotib o'tiraman-da, qarang. Bir kuni 30 ming so'mlik kitob sotdi. 30 ming. Mana agar bakrashga tersam ko'proq pul topaman. Vagonga chiqsam ko'proq pul topaman. Yonimda bir ayol o'tirib, satiproq gadoychilik qildi-da 1,5 million so'm pul topdi. Undan ham ko'proq. Yomon alam qildi-da. Nega bilasizmi? Degan buni ham keltirib bergan, hammasi kitoblarda yozilgan. Degan aytadi. İnsanlar nima uchun donishmandlarga pul bermaydilar-u, gadoylarga pul beradilar desa. Degan aytadi. Ular ahmoq emas, bilishadi ko'r va kar bo'lib qolishligi mumkinini. Gadoy holatiga tushishligi mumkinligini. Lekin ular bilishmaydiki, hech qachon donishmand bo'la olmasliklarini. Donishmandliklar ularga berishmaydi.